Bir kuni Hazreti Ayso Galiliya ko'li bo'yida ketib etib, Petrus debmi atalgan Simon va uning inisi Enderni ko'rdi. Ular beliqchi bo'lib, ko'lga tor silib atadi. Hazreti Ayso ularga: "Manga agishinglar. Men sizlarni beliq tutishning o'rniga manga odam tutadigan qilaman", dedi. Ular shu an beliq to'rlarini tashlab, Hazreti Ayso bilan mangdi. Ko'l bo'yida biroz mangandan keyin Hazreti Ayso Zabadiyning o'g'illari Yoqub va Yuhannani ko'rdi. Bu ikki qarindosh kemida otsi bilan to'rlarini o'ngshavatdi. Hazreti Ayso ularni shogirdlikka chaqirdi. Ular darhol kemini tashlab, otsi bilan xo'shlashib, Hazreti Ayso bilan mangdi.